kimdir ko'p gapirishyapsa, maqsad ko'p, narxni deydiganlar uchun biz ma'lumot berdik. Menimcha oshiqcha 0 dan 100 gacha ma'lumotini berdik. Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari, kanalimizda mehmon bo'lib turgan do'stlarimiz, sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yaqin 10 daqiqa mobaynida xudo xolasa sizlarga juda chiroyli, bir-biridan ajoyib bo'lgan, narxlari ham menimcha hamyonbop bo'lgan ugalovlarda ustani o'zi bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamaysiz? Usta begona emas, eski tanish. Xo'p, usta ishonchli, xudo xolasa bemalol tavsiya qila olaman. Shu sababdan har doim ugalov chiqaradigan bo'lsa, o'zidan chiqaradi. Ko'rganlar, misol taniydi ham, biladi ham. Behijolat ishlatayotganlar ham ko'rib turgan. Yana qaytadan qilib beryapmiz, tanishiga, qandashiga, opasiga, singlisiga qilib beryapmiz. Shu kerak bizga. Chunki aka oldingi kanalda o'zi bir nimalar bo'lib ketdi ugalovlar aka. Shuning uchun doim hali ishonchli odam bo'lsa, o'zimiz taniydigan usta bo'lsa, buni ichiga ham o'zimiz garantiya beraveramizda. Aka 100 ming, 200 ming kamroq foydalanaylik deymiz, gapni ochig'i. Sifatli, yaxshi narsa qo'yamiz. To'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Usta qaysidan boshlaymiz? Mashinadan boshlaymiz, bir chekkadan aka. Mashinadan boshlaymiz. O'zi Shevadan ham bilgan bo'lsanglar kerak, Andijondamiz. Andijon mebel markazida, lekin bizga arzonroq qilib berasiz. Yo'q, xudo xolasa arzon qilib beramiz aka. Xo'p. Aka bu tirish fason. Aha. Razmerlari 430 ga 230. Pampers prujina aka 22 plus machalka, mo'shi material, ichlari terak. Bu terak. Ha. Gap bo'lishi. Stollari MDF dan aka. Behijolat, muammosi yo'q. Chexollari ham ichida aytaveraman, ha. Bu chexoli nima? Ha. Bu chexolini отдельно aytaylik. 300 ming so'm qo'yib beradi aka bizga. 300 ming so'm. Xohlovchilarga. 300 mingdan qo'yib beradi aka. Gap yo'q. Stol 275. 275 ga 90. 275 ga 90. Do'stlar, bu terakdan bu. Terak ekan, shuning uchun arzon ekan deb ham yozishadi-da, ko'rayotganlar. Aka behijolat. Garantiyasini beramiz. Kuyib, yirtish qo'ymasa aka, muammosi yo'q. Endi 10 yilga deb turib aldab sotish kerak yo'q, to'g'risi. Ertaga bor, bo'yingizga qarz bo'lib qolmasin, imkon qadar sifatli qilib beramiz. O'zimiz umrimizga garantiya bera olamiz. Ashnaqada aka, to'g'risi. Hali bo'yinda qarz bilan ketib qolmaylik. To'g'ri. Usta necha pul qilib beramiz? Buni aka 5 million 200 ming qilib beramiz komplet. Komplet holatda, stollar bilan. Stol bilan monsdan tashqari. Ha. Endi bu sizlardan emas, bu boshqa qo'yib beradi buni. Qo'yib ketishadi. Sotilsa pulini beramiz. 300 mingdan qo'yib beradi. Gap yo'q. Endi mana shu holatida sasna bo'lsa necha pul bo'ladi aka? 350 ming, 400 ming qo'shilib qoladi aka. 350 ming, 400 ming faqat rasxotiga qo'shiladi, foyda qo'shilmaydi. Foyda qo'shilmaydi, shu rasxot terak bilan sasnaning o'rtasida raisasi. Aka ranglari uyiga moslab, xohlagan rangga qilinaveradi. Xohlagan mo'shi materialda. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, endi qaranglar, mana 350 ming qo'shiladi deyapti sasnaga. Bizni aldab qo'ymaydimi ham deyishadi ko'pchilik. To'g'risi, kim o'zini aldasa, o'zini aldaydi. Kim aldasa, o'zini aldaydi. Ertaga misol sizni 350 ming, 400 ming pulingiz deb oxiratimizga yaxshi olish niyatimiz yo'q. Shunaqa. Aka, buni misol ko'pchilik menga ham aytadi-da, biz qanday ko'ramiz deydi-da. Misol bilmaymiz-ku deydi. Biz mashinadan tirikchilik qilamiz-da, gapni ochiq, oilamizni, bola chaqani ham, ota-onani ham mashina orqasidan ana qilamiz, to'g'risi. Oilaga olib kiradigan pulimiz mashina orqasida. Bu misol 350 ming, mana o'zingiz aytganda 350 ming, 400 ming livoyni ochib beraman, sasnada desa, agar misol sasna bo'lma, xohlagan ko'rsatadi, olib borganda. Ochib bering desa, shu yerda o'zi yirtib ochib beraman aka. Sasna bo'lmasa bekarga tashlab kelaman. Gap yo'q. Do'stlar, yana bitta sizlarga life hack deymizmi, nima deymiz? Buni tagi qora sido material bo'ladi. Buni ayollar yaxshi tushunadi. Tagi birovga ko'rinmaydi. Agar o'zingiz uchun sasna zakaz qilgan bo'lsangiz, shubhada bo'lsangiz, qanaqadir shunda tagini ontarasida materialni yirtib, ichini ko'rsataverasiz. Qaytarib yopib qo'ysa bo'laveradi. Yopib qo'ysa bo'laveradi. Agar sasna deyilgan narsa terak borgan bo'lsa, 100% pulini qaytarib beradi. Mebel ham qoladi. Qolaveradi aka. Mebel ham qolaveradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Usta. Bu aka yangilik turetskiy modelimiz. Bo'lishli, materiallari ham teddy, sochirli materiallarda bo'lgan. Yumshasiz ham yumshatadi. Gap yo'q lekin. Boshlari ham sintifon o'ziga ishlatiladigan machalkadan qirqib solinadi, chunki sintifon tashlab yubormasligini hisobiga atqut narsa emas, lekin o'ziga ishlanayotgan machalkadan qirqib tayyor ishlatib, toza machalkadan qirqib sintifonga aralashtirib solinadi. Ko'rsatib ham qo'yaveradi zamonaviy. Yostiqlarni hammasini yuvib ishlatsa bo'laveradi, ichini olib bo'laveradi. Yana qaytarib solib qo'ysa bo'laveradi. Gap yo'q. Shunisi zo'r bo'libdi lekin aka.
Xo'p, razmeri 430 230 burchaklari ham 90 gradusli, tugmalari 70 ga 50 da. 70 ga 50 3 ta bo'ladi Uchta komplektida. bo'ladi. Gap yo'q. Stoli 270 ga 90 mi? 270 ga 90 stollari. 70 ga 90. Buni ham xohlagan rangda bor. Xohlagan rangda qilib beraveramiz. Gap yo'q. Narxi necha bo'ladi? Narxi aka 5 million 800 ming qilib beramiz. 5 million 800 ming komplekt holatda. Komplekt holatda. Gullardan tashqari do'stlar. Xo'p, Pampers Purjina. Pampers Purjina aka. Bular ham 22 flot machalka. Yo'q, bularga Pampers qo'yilmaydi, paralonda o'zi bo'ladi. Bular hammasi 1,5 tadan tushadi. burchaga ham paralon bo'ladi, adashmasam. Yo'q, Pampers olamiz, ha, Pampers olamiz. Gap bo'lishi mumkin. Ko'pchilik hali Pampers bunga zakazga qilar ekan, to'g'rimi? Burchakka. Ha. Ko'pchilik anaqa Machalka, machalka, ha, qo'yib yuboradi. U ham Pampers, poni Teraga bu. Pampers. Tera aka. Sasnasi yana 350 ming. 350 ming, 400 ming razisa qiladi. Gap yo'q. Bular high-tech. High-tech fason, moshi material. Belada guli yo'q variant, yarim high-tech deyiladi. Yarim. Bu ham 430 ga 230 aka. Bu ham terada, Pampers tera. Purjina, Ha. 22 plotli machalka ishlatilgan. Orqalari ham o'zini materialida 100%. Ha, orqalari ham o'zini materialida. Machalka endi do'stlar, bunda faqat qo'liga ishlatilgan, yonlariga ishlatilgan Pufilariga. pufilariga ishlatilgan, spinkasiga ishlatilgan. Narxi necha pul qilib Aka beramiz? buni ham 5 million 300 ming qilib beramiz. 5 million 300 ming so'm komplekt Komplekt holatda holatda. turishi. Xo'p, endi kimdir so'rashi mumkin, qaydadir videoda ko'rgan, so'rashi mumkin. Stoli xontaxta ham bo'ladigani bor Qilib ekan. beraveramiz unaqasini. Bu ham pul o'zgarmaydi. Pul o'zgarmaydi. Ana shunday qilib Pul beraveramiz. o'zgarmaydi. O'zicha raisasi bor. Ana shu narxda qilib beraveramiz. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Bu ham terali, sasnaligi ham o'ynaydi. Raisasi nima qilinaveradi, qilib berilaveradi. Muammosi yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, bu yoqda ham bor ekan. Mana kimdir kelmoqchi bo'lsa, Ugalog bozori, mebel 35-chi markazi 35-do'kondan so'raveradi. Ismi Iskandarbek akaniki. Hozirgi high-tech'da High-tech'da guli bori, to'liq tushgani. guli bor, to'liq tushgan. Boshqa farqi yo'q. Farqi yo'q aka. Hamma yo'g'i bir Boshqa xil. farqi Pampers Purjina orqalari material aka. Pufiga 3 ta bo'ladi. Pufiga 3 ta bo'ladi, mana ular Akalar, o'tirishib ekan hozir. Narxi aka? Aka 5 million 300 ga beramiz buni ham. O'zi asli gulida raisasi bo'ladi. Uni raisasini ham qilmadik. Ha, mana MDF baribir pulda. Ha. Mana chiholidan tashqari narxda aytyapman lekin. Chihollari 300 ming so'mdan qo'yib beradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu maloshniy rang aka. Bu maloshniy rangi. Endi akalar bezovta qilmay qo'yaveramiz. Bo'ldi. Hozir mana shu yerda yakunlasak ham menimcha bo'laveradi aka. Keyingi videolarda buni qo'shib yuboramiz. Ha, qo'shib yuboramiz. Xaridorlar bor ekan. Ko'rsatmay qo'yavering ayollar. Xo'p, Iskandarbek aka, menimcha qisqa lo'nda yaxshi video bo'ldi. Xudo xohlasa. Hamma ma'lumotlarni berdik. Endi deb qo'ydik aka. gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, O'zbekiston bo'yicha dastavkalar imkoniyati bor. Telefon qilinglar, ekraningiz past qismida ustaning o'zini telefon nomeri, bemalol telefon qilib bog'lanib gaplashsangiz bo'ladi. Bizda endi hozircha shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.